Zapisga olib qo'ydim. Boshlaymiz. Jasur boshlasak bo'laveradimi? Bemalol jigar. Zapisga olib qo'ydim. Kimdir qiziqsa, bemalol keyin tashlab ham beraveramiz. Xo'p. Demak, bu Finlandiya ta'lim mo'jizasi. Men Finlandiya ta'limi haqida o'qigan ikkinchi kitob bo'ldi. Undan oldin Oq nilufarlar yurtida degan kitobni o'qigandim. Bu ikkinchisi bo'ldi va Finlandiya aynan nimaga shu kitobni tanlaganimiz va nimaga bu bizga foydali bo'lishligi haqida oldin gapirib o'tmoqchi edim. Timoti Ueker qanaqa odam o'zi? Amerikalik o'qituvchi va Finlandiyaga ko'chib o'tadi. Biz bu kitobni tanlashimizdan asosiy maqsadlar nima? Hop, bom og'riq deb nomlanyapti birinchi prezentatsiyamiz. Birinchi yildanoq ishdan ko'ngli sovish va kasbiy zo'riqish, ya'ni o'qituvchilarda asosan bo'ladi. Birinchi yilda o'zidayoq ishdan ko'ngli soviydi, kasbiy zo'riqish, bolalar tushunmayapti, o'tgan narsamiz shunaqa tushunchalar bo'ladi. Ikkinchi muammo bu darsdan tashqari vaqtlar ishdan chalg'ib olmaslik. Umuman dars davomida yuzaga kelgan muammolarni o'ylab hozir kechasi ham hatto shu muammolarni o'ylashimiz hisobiga ishdan chalg'ib olmaymiz va bu ishdan chalg'ib olmasligimiz bizni yashashimizga, dam olishimizga, baxt his qilishimizga, quvonch his qilishimizga to'sqinlik qiladi. Keyin buning natijasida doimiy shu holat yuzaga kelish natijasida ishdan nafratlanib ketamiz. Ko'pincha hech qanday quvonch his qilmaymiz, kasalliklar orttirishimiz mumkin bo'ladi yoki depressiya. Shunda bizda savol tug'iladi, nahotki o'qituvchi bo'lib ishlash va bir vaqtning o'zida sog'lom va baxtli yashash mumkin bo'lsa degan savol. Finlandiyaning o'qituvchilari ko'pincha baxtli bo'lishar ekan. Buni hozir statistikalari bilan bor. Bu Oq nilufarlar yurtida ancha oldin tayyorlagan prezentatsiyam edi. Shundan ko'rsatmoqchiman. Xo'p. Oq nilufarlar yurtida bu Grigoriy Petrovning kitobi. Bu kitob Turkiyada hamma maktablarda turishi shart bo'lgan kitoblardan bittasi. Yevropa, Amerikada ham asosan o'qituvchilarga majburiy ko'rsatiladigan kitoblardan biri. Xo'p. Nega aynan Finlandiya? Bu kitob demaylik, Finlandiya deylik. Baxt statistikaga ko'ra Finlandiya 6 yil ketma-ket dunyoning eng baxtli davlatlar ro'yxatida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Nima uchun? Bu kichik Skandinaviya mamlakati aholisi o'z hayotidan juda mamnun. Oq nilufarlar yurtida kitobi Finlandiyaning qurilishi va botqoqlar o'lkasidan oq nilufarlar o'lkasiga aylanganini anglatadigan kitob. Bunda bir qancha ziyoli insonlar xizmati bilan ta'lim tizimini o'zgartirish orqali bir millatning uyg'onishi va hozirgi taraqqiyotiga erishishi jonli tasvirlab berilgan. O'zi umuman Finlandiya ta'limiga e'tibor qachon boshlangan? 2000-yil adashmasam, 2000-yil PISA testlar. PISA bu xalqaro bilimni tekshiradigan test, asosan 9-10 sinflardan olinadigan test. Unda shu ona tili, keyin science, matematika bilan bog'liq bilimlar tekshiriladi va o'sha testlarda 2000-yilda Finlandiya hammani hayron qoldirgan holatda birinchi o'rinni egalladi va undan keyingi yillarda ham 3 yil adashmasam 2006, 12 va 15-yillarda 3 yo 4-o'ringa chiqib qoladi. Qolgan yillarda barchasida birinchi o'rinda olib keladi va o'tgan yilgi bo'lgan PISA testlarda o'zbekistonlik o'quvchilar faxrli 90 ta davlat ichidan 89-o'rinda olganida hammamizga xabarimiz bo'lsa kerak. Finlandiya qanday qilib bu narsaga erishganligi haqidagi kitoblar o'zi. Xo'p. Baxt indeksi psixolog Frank Martella Aalto universitetida o'qituvchi. Shu intervyusida fillar hayot sifatini yomonlashtirmasligi uchun 3 ta narsadan qochishga harakat qilishini aytgan. Ulardan birinchisi hech qachon o'zlarini qo'shnilari bilan solishtirmaydi va muvaffaqiyatlari bilan maqtanmaydi. Finlandiyaning mashhur iborasi, uning ma'nosi quyidagicha: hech kim bilan raqobatlashmang va baxtingiz bilan maqtanmang. Fillar ayniqsa moddiy boylik, o'z boyliklarini ochiq namoyish qilishda bu qoidaga qat'iy amal qilishar ekan. Keyingisi tabiat bilan
aloqalarni e'tiborsiz qoldirmang. Tabiat johiliya davrlarida yozgan ekanman shekilli, tabiat bilan aloqani e'tiborsiz qoldirmang. 2021-yilda o'tkazilgan tajribada fillarning deyarli 90% tabiatni hayotlarining eng muhim qismi deb bilishadi, chunki u bilan muloqot qilish xotirjamlik, energiya va dam olish imkonini beradi. Mamlakatning barcha ishlaydigan aholisi 4 haftalik yozgi ta'tilga chiqish huquqiga ega va ko'pchilik bu vaqtni sivilizatsiya afzalliklaridan uzoqda, yovvoyi tabiat bilan bevosita aloqada o'tkazishadi. Keyingisi, jamiyatdagi o'zaro ishonchni buzmang. Fillar bir-biriga juda ham ishonishadi va halollikka katta ahamiyat berishadi. Agar siz kutubxonada noutbukingizni yoki telefoningizni poyezdda unutib qo'ysangiz, ular sizga aniq yetib keladi. Bu narsani ular maktabdayoq o'quvchilarda shakllantirib borishar ekan. Narigi kitobimiz aynan buni qanday shakllantirish haqida. Hop, bu joylarni tashlab ketamiz. Oldin Finlandiya bilan O'zbekistonda ta'lim tizimida qanaqa farqlar borligini umuman ko'rib chiqamiz, ya'ni yuqoridan ko'rib chiqamiz. Birinchisi Susanbel deb yozdim. Bu biz O'zbekistonda o'quv dasturi va darsliklar mamlakatimizda ta'limning asosiy qismi sifatida qaraladi. Ta'limning sifatsizligi ko'pincha shu o'quv dasturi va darslikda sifati bilan bog'lanadi. Agar darslik va o'quv dasturida kamchilik bo'lsa, ta'lim tizimimizdagi kamchilikda o'shunga mengzashadi ko'pincha. Finlandiyada bo'lsa juda oddiy o'quv dasturi mavjud va ko'p ham o'zgarmaydi. O'qituvchilar o'zlari o'qitiladigan kitoblarni tanlaydi, ammo darsliklar uncha ko'p emas. Shunday qilib ta'lim tizimida darsliklar asosiy qism bo'lishi u yoqda tursin, kerakli narsa ham emas ekan Finlandiyada. Ikkinchi farq baholash. Vatanimizda 1-sinf o'quvchilarining ota-onalari bugun bolam matematikadan 5 oldi deb maqtanadi. Rasmiy baholar bo'lmasa ham o'qituvchilar o'z tashabbusi bilan testlarni katta fidoyilik bilan tashkillab berishadi. Bolalar imtihonga boy kelajakka tayyorlanadi. Rasmda ko'rsanglar, prezident maktabiga imtihon bo'lyapti. Bu yerda juda ham qobiliyatli, kelajakda o'zini ko'rsatishi mumkin bo'lgan bolalar 4-sinfda o'zida imtihondan yiqilib testda alamini totib ko'rishadi. Bizda O'zbekistonda, ya'ni jungliga o'xshagan raqobat muhiti shakllantirilgan. O'zbekistonda o'zimni jiyanlarim ham bor, prezident maktabida imtihondan yiqilgan, lekin maktabda doim 5 bahoga o'qib yurgan, juda ham qobiliyatli bolalar 4-sinfda o'zidanoq birinchi marta yiqilish alamini totib ko'rishadi. Finlandiyada o'quvchilarni maktabning dastlabki 6 yilda umuman baholashmaydi. Birinchi marta 16 yoshda davlat imtihonini topshirishar ekan. Hop, baholashmaydi degan narsa bu umumiy ma'noda umuman baholanmaydi degan narsa yo'q. Uni hozir ko'rib chiqamiz. Uchinchi farq bu mas'uliyat. O'zbekistonda maktabda o'quvchi qayergadir chiqindi tashlasa, ota-onasi chaqirtiriladi va shikoyat qilinadi. Yoki bo'lmasa maktabga kelmasa yoki nimadir ishga chiqsa, kim bilandir urushsa, birinchi o'rinda ota-ona chaqirtiriladi. Даже o'quvchilar katta bo'lib universitetga kirganda ham biz 92-yil guruhdoshimiz bor edi, institutda o'qigan paytimizda bolalari bor, yoshi katta o'quvchi talaba. Ota-onalar yig'ilishiga даже uni ham ota-onasini chaqirtirishardi majburlab, yoshi katta bo'lsa ham. Finlandiyada maktablarda xizmatchilar yo'q, ya'ni farroshlar, shunaqalar barcha ishlar o'quvchilar tomonidan navbat bilan bajariladi. Shunday qilib ularning mas'uliyat hissi rivojlanadi. Bundan tashqari mas'uliyat hissini shakllantirish uchun narigi kitobimizda bir qancha strategiyalar berilgan, ularni ham ko'rib chiqamiz. To'rtinchi farq bu qulaylik. O'zbekistonda ko'p yillar davomida buyruq ostida ular nazorat ostida ushlab turishadi. Finlandiyada bo'lsa qulay, bajarish va yashash modeliga mos, xuddi o'quvchilar o'zini uydagidek his qilishadi. Даже shu darajada uyga o'xshatishga harakat qilishganki, o'quvchilar maktablarga oyoq kiyimsiz kirishadi, xuddi uyga oyoq kiyimsiz kirgandek. Xohlagan paytda dam olishadi, turib mashq bajarishlari mumkin, shunaqa o'zini erkin his qilishlari uchun moslashtirilgan. Bizda bo'lsa o'quv-xonalari iloji boricha nazoratni qulay qilishga moslashtirilgan, kameradan ko'rinadigan, shu maksimal darajada nazoratda ushlashga moslashgan bo'ladi. Xuddi haligi qanaqasidir ma'noda qamoqxonaga o'xshaydi. 5-chi farq bu vaqt. O'zbekistonda xususiy maktablar 8 soatgacha dars beradi, davlat maktablari kamida 5-6 soat dars o'tadi. Qo'shimcha darslar, repetitorlari bilan bolalar kuniga 12-14 soat o'zini xuddi o'qiyotgandek tushadi. Finlandiyada 4 soat ta'lim tizimlari reytingiga qarang endi. Sifat va miqdor tushunchalari qanchalik muhim. Ya'ni PISAda Finlandiya birinchi o'rinda olyapti, o'quvchilar 4 soat o'qishyapti maktabda. O'zbekistonda 8 soat, davlat maktabida 5-6 soat o'qishyapti. Qo'shimcha darslar repetitorlari bilan shu turishiga 89-o'rinda yorib olib qo'yapmiz biz. Hop, 6-farq ustoz.
Susanbil, ya'ni O'zbekistonda barcha o'qituvchilar o'zlari kasbini eng yuqori cho'qqisida ko'radi. Ya'ni e, faoliyatini boshlaganiga 2 oy bo'lgan ustoz ham, 7 oy bo'lgan ustoz ham, 5 yil bo'lgan ustoz ham o'zini kasbini cho'qqisida ko'radi. Qanaqadir feedbacklarda, yangiliklarni qabul qilishga harakat qilmaydi. O'zini faqat hard skilllari bilan maqtanib, soft skilllari ustida ishlamaydi. Yilda 1-2 marta malaka oshirish bor. Endi malaka oshirish ham xo'ja ko'rsinga bo'lishini hammamiz bilamiz. Finlandiya haftasiga kamida 2 soat malaka oshirish kurslariga qatnashishlari shart ekan o'qituvchilar. Xo'p, 7-farq bu ustoz qadri. O'zbekistonda mayli hech bo'lmasa o'qituvchilarda degan qarash bor. Ya'ni moliyachi bo'la olmasa, bankir bo'la olmasa, doktor bo'la olmasa, hech bo'lmasa maktabda o'qituvchi bo'ladi deb turib qarash shakllangan. Finlandiyada jamiyatning eng muhim kasblaridan biri va bu kasbda ishlash uchun kamida magistr bo'lish kerak. O'qituvchilar 10% o'qituvchilar bakalavr ekan. Shunda ham bakalavr jarayoni o'qituvchilar bu hech bo'lmasa boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lish uchun 5 yil o'qishadi. Bu degani o'qituvchilik kasbi naqadar muhimligi, naqadar qiyinligi, naqadar ko'p katta ustozdan skilllar talab qilishini isboti bu. Ya'ni bizda tibbiyotda 6 yil o'qishadi. Nimaga aytsa odamlarni o'ldirmaslik kerak deyishadi. Finlandiyada boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ya'ni 6-sinfgacha bo'lgan bolalarni o'qitadigan o'qituvchilar 6 yil o'qishadi va 3 ta bosqichda sinovdan o'tishadi. Ana o'shandan keyin ular o'qituvchi bo'lishadi. Xo'p. Keyingi 8-farq ustoz bo'lish. O'zbekistonda ustoz bo'lish uchun institut bitirsa bo'ldi. Hozirda institut bitirishi ham shart emas. Qanaqadir sertifikat olib qo'ysa, ya'ni faqat hard skillda o'zi yetib ketyapti. IELTSdan 7 bo'lsa, fandan sertifikati bo'lsa yoki imtihonda maksimal balldan sal pastroq yig'ib turib o'qishga kirgan bo'lsa, vau, yorgan ekan deymizda, shu bilan o'qituvchi bo'lib ketish mumkin. Finlandiyada magistraturadan keyin 3 bosqichli sinov bo'ladi. Muloqot va dars tushuntirish bo'limi bo'lar ekan. U yerda o'sha bo'lim ustozni sinovdan o'tkazgandan keyin ustoz ish jarayonini boshlar ekan. 9-farq bu daromadida. Susanbilda qo'shimcha daromad uchun qo'shimcha dars o'tmaydigan o'qituvchi kam. Ya'ni qaysidir ustoz yaxshi ustoz bo'ladigan bo'lsa, bilimi bo'ladigan bo'lsa, albatta qo'shimcha dars o'tadi. Agar qo'shimcha dars o'tishga salohiyati yetmasa, albatta bir boshqa ish bilan shug'ullanadi. Taksi minadi, mol boqadi, qo'y boqadi, dehqonchilik qiladi, shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Finlandiyada bo'lsa, ustozlarning birlamchi ehtiyoji ta'minlangan ekan. Albatta bu farqni biz o'z qo'limiz bilan to'g'rilay olmaymiz. Buning uchun siyosiy iroda yoki bo'lmasa tadbirkorlardagi xohish kerak bo'ladi bizga. Lekin biz to'g'rilashimiz mumkin bo'lgan jihatlarini to'g'rilashga harakat qilishimiz kerak. 10-farq bu uyga vazifa. Susanbilda qancha ko'p vazifa berilsa, shuncha yaxshi deb o'ylaydi. Bola uyga borib turib dars qilsa, ota-onasi ko'radi, keyin o'g'lim o'qiyapti ekan deb o'ylaydi deb ham ba'zida nerealniy vazifalar berib yuboramiz. Finlandiyada o'quvchilarga uyga vazifa deyarli berilmaydi. Umuman berilmaydi emas, deyarli berilmaydi. O'qish joyi sifatida maktab qaraladi. Shu sababli Finlandiyada mehnatdan ota-onalar uyida kartonga gul chizib o'tirishmas ekan. Xo'p, 11-farq bu mashg'ulot. Susanbilda zerikarli darslar, ma'ruzalar jim o'tirgizish bilan baholansa, Finlandiyada o'yin o'ynab, mashg'ulotlar bilan o'rganishar ekan. 3-4 soatlar o'yin o'ynashadi. Xo'p. Endi ikkinchi taqdimotga qaytamiz. Xo'p. Finlandiyada aytdikki, ozgina dars jarayoni qisqartirilgan bo'lishiga qaramasdan ular katta natijalar ko'rsata olgan ekan o'quvchilar. Va endi xo'p, o'zimizni kitobimizga qaytamiz. Bu kitob xo'p, Finlandiya ta'lim mo'jizasi Timothy Wekerning kitobida 33 ta maroqli dars o'tishning 33 ta strategiyasi berilgan. Bu strategiyalarda qanday qilib ko'rib chiqamiz. Hozir nimalar qilsak bo'ladi, qaysilarini biz amalda qo'llasak bo'ladi, ko'rib chiqamiz. Xo'p. Shunchalik dono bo'lsang, nega baxtli emassan? Raj Ragunathan degan odamning kitobi ekan. Shu kitobining nomi Shunchalar dono bo'lsang, nega baxtli emassan degan. Ko'pchiligimiz haqiqatan ham o'zimizni juda ham
dono deb hisoblashimizga qaramasdan ish jarayonida juda ham katta to'siqlarga duch kelamiz. Bu to'siqlar nima? Masalan, men gaplashgan 90%, 99% ham desam bo'laveradi. 99% ustozlar hozirgi bolalarni aynib ketgani, yaxshi o'qimasligi, katta energiya talab qilishi bizdan, kutuvlari kattaligi, shunaqa narsalarni aytib ko'proq nolishadi va dars jarayonlarini to'g'ri tizimlashtira olmagan, shuni hisobiga juda ham katta energiya sarflab o'zlarini juda ham qiynab yuborishadi. Va o'sha kitobida Raj Ragnatan baxtli bo'lish uchun odamda 4 ta narsa bo'lishi kerak deb aytadi. Albatta bu birlamchi ehtiyojlar qondirilgandan keyin. Bular birinchisi daxldorlik, ikkinchisi mustaqillik, uchinchisi mohirlik, to'rtinchisi dunyoqarash. Va Timoti Uoker bu 4 ta omilga 5-chi sifatida yaxshi kayfiyatni qo'shgan ekan. Va kitob asosan mana shu boblarni yoritib berish uchun harakat qiladi. Xo'p, birinchi bob bu yaxshi kayfiyat. Finlandiya va Susambil o'qituvchilari bir xil ish bajarishadi va mehnatlari uchun bir xil muddat beriladi. Butun o'quv yili davomida bolalar maktablarda o'qishlari, bilim egallashlari shart, ammo maqsad tomon yo'l bir-biridan farq qiladi. Bizning hamyurtlarimiz muvaffaqiyatga eltuvchi eng qiyin va og'ir yo'lni tanlashgan. Fin hamkasblarimiz esa yaxshi kayfiyatga urg'u berib, aksincha sekin va muloyim harakat qilishar ekan. Demak, birinchi bob bu yaxshi kayfiyat deb nomlanadi. Va unda bir qancha maslahatlar berilgan, strategiyalar, o'sha strategiyalarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Hop, bular oddiy qadamlar bo'lib dars berish va fanlarni o'zlashtirish sifatini oshirib, sinfdagilarga xursandchilik keltiradi. Bitta prezentatsiyaning bitta qismi qolib ketib qoldi. Bu mana bu qism. Hech qanday sirli masalliqning o'zi yo'q. Kung Fu Pandada aytadi-ku, sirli masalliq yo'q. Shuning uchun bu yerda qanaqadir ertaga darsingizda qo'llab turib wow degan natijani ko'rsatib yuboradigan narsalar emas, oddiy mayda qadamlar berilgan, lekin buni ko'pchilik biladi ham, qaysidir qismini o'zini darsida qo'llaydi ham, lekin tizimlashtirmagan va qanchalik jiddiy ekanligiga unchalik urg'u qaratmagan. Xo'p, va bu narsalarni Finlandiya taxminan 1960-yildan beri qo'llab keladi va o'z natijasini 2000-yilga kelib, ya'ni 40 yil davomida bu narsalarning ustida ishlashganlaridan so'ng natija berishni boshladi va 40 yillik mehnatning natijasi mana taxminan 25 yil davomida bilinib kelyapti o'quvchilarda. Xo'p, birinchisi bular oddiy qadamlar bo'lib, dars berish va fanlarni o'zlashtirish sifatini oshirib, sinfdagilarga xursandchilik keltirar ekan. Tanaffuslarni rejalashtirish. Biz akademik dars maktabda 45 minut, maktabdagi ustozlar ham bo'lsa kerak, bu yerda chatda markazlarimizda 1,5 soatdan, ya'ni 90 minutdan, texnikumimizda 80 minut asosan, lekin 80 minut o'quvchilarning fokusini sakson minut davomida o'quvchilarning fokusini ushlab turish bu juda ham qiyin, mushkul masala va shuning uchun ular ko'proq tanaffus berishga harakat qilishar ekan. Shunda Timoti Uoker AQShda birinchi Finlandiyaga ko'chib o'tgan paytda 5-sinflarda ketma-ket 2 akademik soat, ularda shunday sistema ekanki, 45 minut dars, 15 minut tanaffus, ya'ni 1 soat bo'lsa 45 minut dars, 15 minut tanaffus holatda o'tishar ekan. 15 minutda bolachalar chiqib o'ynab, boshqa ishlarni qilib, ko'chada o'ynab kelishar ekan. Birinchi kelgan paytda ikkita shu 45 minutni qo'shib turib, 90 minut o'tib turib, 1,5 soat tanaffus bermoqchi bo'lar ekan. Keyin bitta o'quvchisini peshonasiga toshma toshib, isitmasi chiqib, mazasi qochib qolar ekan va shunaqa holatda 3 kun dars o'tgandan keyin 3-kunning o'zida o'quvchilar isyon qilishar ekan. Qanaqa isyon desa, yo'q 45 minut dars bo'lsin, 15 minut tanaffus bo'lsin degan narsani ko'tarib chiqar ekan 6-sinfda o'zidayoq. Va u yerda Finlandiyada maktab 1-sinfdan boshlab turib demokratiyaga urg'u qaratishgani uchun o'quvchilar o'zini fikrini ancha erkin bayon qila oladi. Agar bizda ham agar bolalarda shunaqa demokratiya sistemasini qo'yib bo'lganda,
demokratiya qadriyat deydimi, geniga, qoniga singib ketgan bo'lganda, o'ylab ko'ringlar, biz o'quvchilar ham isyon qilgan bo'lisharmidi? Nima deb o'ylaysizlar? 80 minut, 90 minut yoki bo'lmasa o'sha 45 minut ham deylik, 10 minutlik, 5 minutlik tanaffusi bor darslarimizda qancha qismida fokus ushlab turishadi, qancha qismida ular zerikishmaydi, qancha qismida telefon o'ynagisi kelib qolmaydi, uxlagisi kelib qolmaydi. Buni o'zinglar bitta o'ylab ko'rsanglar ham bo'ladi. Xo'p, agar muntazam tanaffus berib tursa, bolalar butun kun davomida g'ayratli bo'lishi mumkin. Haligi bu narsani men o'zim darslarimda ham sinab ko'rdim. Dars davomida sekin o'quvchilar uxlab qolishni boshlayotgan paytda o'rnidan turib, bir-ikki sakratib, yana o'tirgizib qo'ysangiz, bor fokusini yana qaratishni boshlaydi yoki shunchaki o'tirib sizga qarab turibdi bitta o'quvchi, lekin xayoli parishonligini ham bilib qolsangiz, o'rnidan bitta turib o'tirgizsangiz ham uje ancha nimasi joyiga keladi. Endi ko'chaga chiqib turib, bitta quvlashmachoq yoki basketbolda nimadir o'yin, arg'am sakrab kelgan o'quvchini tasavvur qiling, qanchalik darsingizni qolgan qismiga fokus qaratadi. Xuddi endi darsga kelgandek his qilishni boshlaydi o'zini. Va bu sistema 1960-yillardanoq maktablarda joriy qilingan ekan. Xo'p, agar tanaffuslar orqaga surilib, birinchi dars ikkinchisiga ulanib ketsa, o'quvchilar diqqatni jamlay olmasligi oydinlashgan ekan. Bu ham tadqiqotlarda isbotlangan ekan. Eagle Mountain degan odam har kuni 4 marta 15 minutlik tanaffus beradigan o'quvchilar xulqida o'zgarish kuzatilganini qayd etgan ekan. Bolalar endi diqqatliroq va gapga chalg'imasdan ishlaydigan bo'lishgan ekan. Doimiy tanaffuslarda asosiy foydasi ular miyani biroz dam olishiga yordam beradi. Natijada diqqatni jamlash osonlashadi va bu bizning darslarimizda eng ko'p biladigan muammo bo'lsa kerak. Keyingisi bu jismoniy faollikni esda tuting. Jismoniy faollik semirib ketishni oldini oladi, yurak xastaliklari xavfini kamaytiradi, xotira va diqqat kabi kognitiv funksiyalarni yaxshilashi hamda ruhiy holatga ijobiy ta'sir etishi ko'plab tadqiqotlarda isbotlanib bo'lingan. Ya'ni buni foydasi haqida gapirishda ortiqcha keragi yo'q. Jismoniy faollik endi birorta natijaga erishish uchun uzoq muddat va tizimli ishlash kerak. Ya'ni jismoniy faollikda bir marta qilib, ikki marta qilib turib natijasini sezmasligingiz mumkin, lekin agar 1 oy, 2 oy davomida o'quvchilarni shu orada darslaringiz orasida qanaqadir jismoniy faollik, misol uchun turib sakrab, qo'lini yuqoriga qilib qarsak cholib, oyog'ini ikki yonga yozib yig'ishtirish, o'tirib turish, prisedaniya, shunga o'xshagan qanaqadir zo'riqtirmaydigan jismoniy mashqlarni bajarish orqali yaxshi kayfiyatga yana bitta qadam qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi bu kuch-quvvatingizni tiklab oling. Orada 10 minut tanaffus bo'ladi bizda. Shu tanaffusni ko'paytirish kerak degan fikr kelyapti menga. Har bitta paralarda orasida bo'ladigan darsda ustozlar agar ko'proq dam olishga imkoniyati bo'lsa, bu narsa ham bizga anchagina yordam beradi. Misol uchun Finlandiyada bir kunda o'zi 4 soat dars o'tishadi. 4 soat degani misol uchun aytaylik 9 da o'qish boshlansa, ularda 1 da ish tugaydi va shu 9 da boshlanib 1 da tugaydigan ish ham har 1 soat ichida 15 minut ustozlar tanaffuslarda ustozlarga ham bo'ladi bu tanaffus. Hop, maktabda soat 4 da hech kim qolmas ekan aytarli. Maktabda endi ularda faqat xususiy davlat maktablari, xususiy maktablar yo'q, o'quv markazlari degan tushuncha umuman yo'q va shu holatga ular birinchi o'rinda egallab turishibdi. Lekin o'sha maktablariga siz agar soat 4 da boradigan bo'lsangiz, maktabda qorovul qolgan bo'lsa kerak. Agar qolgan bo'lsa, u ham o'z hayotini baxtli yashash uchun ketib qolmagan bo'lsa. Xo'p, endi o'sha 15 minutlik tanaffusda ham biz ustozlarning o'zi ham dam olishligi kerak bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi bu sinf xonalarini turli narsalarga to'ldirib tashlamaslik. Bu narsa bizga nima kerak? Devorda qancha chalg'ituvchi narsalar kam bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu narsa ham finlandiyaliklarning qoniga singib ketgan va shuning uchun maktabdanoq bu narsaga jiddiy e'tibor qaratishadi. Biz maktabda obro'sini yoki bo'lmasa ustozni qay darajada ishlayotganini, devoriy gazetalar, narsalar, devoriga bir narsalar ilib tashlagani, ko'rgazmali qurollar ilib tashlagani yoki xonani dahshatli jihozlanganligi bilan o'lchaydigan bo'lsak,
bu xuddi shunaqa singib boradiki, yoki qanday zamonaviy texnologiyalar, jalyuzi, bir narsa, kompyuterlar, smart doskalar bilan o'lchaymiz. Bu narsa bolalarga xuddi uyda ham xuddi shu narsa shakllanib qoladi. Uyini ham bir narsa kerak emas jihozlar bilan, texnikalar bilan to'ldirish degan narsani maktabdan biz ham noto'g'ri berib qo'yamiz ekan. Mamlakatda asosiy amal qiladigan qoidalardan biri qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu minimalizm uslubidagi mahalliy dizaynda ham yaqqol sezilib qoladi. Agar fillarni uyiga borsangiz, u yerda ashqol-dashqollardan xoli Ikea uslubidagi makonga ko'zingiz tushadi. Agar uy egalarini maqtamoqchi bo'lsangiz, finlandiyaliklarning uyiga borib turib, uy egasini maqtamoqchi bo'lsangiz, bu ularni maqtash uchun eng aytilgan so'z, uyingiz juda ham haligi odmi ekan, shinam ekan degan ma'noda maqtash bo'lar ekan. Ya'ni haligi fokusni oladigan narsalardan xoli ekan deganda maqtasangiz, bu fillarni uyiga nisbatan eng yaxshi maqtov bo'lar ekan. U zo'r ekan, darvozangiz temirlari ko'p ekan, konditsioner bor ekan hamma yuzda. Konditsioner qulaylik uchun bo'ladigan bo'lsa, misol aytaylik, ortiqcha jihozlar, necha dollarlik mebellar, shunaqa narsalar bilan ularda uyini maqtay olmas ekansiz. Bu narsa ularga maktabdanoq singdirib borilar ekan. Xo'p. Keyingisi bu toza havodan nafas olish. Xo'p, undan oldin agar devorga kamroq materiallar osilsa, u yerga ilingan har qanday ish shubhasiz alohida ahamiyat kasb etadi va bu juda yaxshi. Xona devorlari bolalarda o'ziga xos hurmat hissini uyg'otish kerak ekan. Agar misol uchun siz uyga vazifa berayotgan paytda uyga vazifani shunaqa ham zo'r bajaringki, mana shu devorga ilib qo'yadigan darajada bo'lsin desa, finlandiyalik o'quvchilar uyda shunaqa ham zo'r dars